Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 15 iyuldan dafn etish, vafot etgan pensionerning pensiyasi, bank kartasi, dafn puli va hujjatlar bo'yicha yangi tartib kuchaymoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, bobo, buvi, pensiya oladigan yaqinlarimiz bor. Eng katta xato shuki, odamlar pensioner vafot etsa, kartasidagi pulni olib qo'ysak bo'ladi deb o'ylaydi. Endi aynan mana shu masala juda qattiq nazorat qilinadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimga nima taqiqlanishini, kim xavotir olmasligi kerakligini, dafn pulini qanday olishini, qaysi hujjatlar kerakligini va eng ko'p uchraydigan xatolarni oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam keyin jarima. Qarz yoki sud muammosiga duch kelishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p oilalarda amaliyot shunday bo'lgan. Pensioner vafot etadi, lekin uning bank kartasi uyda turadi. Qarindoshlari dafn xarajatlari ko'payib ketgani uchun yoki bu baribir o'zining puli edi degan fikr bilan kartadan pul yechib oladi. Ba'zan pensioner vafot etgani haqida tegishli idoralarga darhol xabar berilmaydi. Ayrim hollarda esa 1-2 oy davomida ham pensiya kelib turgan. Qarindoshlar esa uni yechib ishlatgan. Mana shu joyda asosiy muammo bor. Pensioner vafot etgan kundan boshlab uning nomiga pensiya to'lash huquqi to'xtaydi. Ya'ni vafotdan keyin tushgan pul endi oila uchun oddiy meros yoki o'zimizniki hisoblanmaydi. Bu budjet mablag'i bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarilishi talab qilinadi. Agar ataylab yashirilgan bo'lsa, bu yanada jiddiy masalaga aylanadi. 15 iyuldan boshlab yangi tartibning asosiy mazmuni shundan iboratki, vafot etgan shaxs haqidagi ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tezroq almashiladi. Pensiya to'lovlari, bank kartalari va dafn bilan bog'liq to'lovlar bo'yicha nazorat kuchayadi. Endi bilmay qoldik. Keyin aytarmiz. Kartani ishlatib turaylik degan yondashuv xavfli. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman, balki odamlar o'zini himoya qilishi uchun aytyapman. Eng avvalo tirik pensionerlarga pensiya olish, kartadan foydalanish, qabristonga borish yoki o'z huquqlaridan foydalanish taqiqlanmaydi. Bu masalada noto'g'ri vahima ko'p tarqaladi. Barcha pensionerlarga taqiqlanadi deganda aslida gap pensioner vafot etgandan keyin uning nomidan harakat qilish haqida ketmoqda. Taqiqlanadigan birinchi holat. Vafot etgan pensionerning bank kartasidan pul yechish. Masalan, otangiz 10 iyul kuni vafot etdi. Uning kartasida 1.800.000 so'm pensiya bor edi. Siz 12 iyul kuni bu pulni bankomatdan yechdingiz. Agar bu pul otangiz tirikligida hisobiga tushgan va unga tegishli bo'lgan to'lov bo'lsa ham, meros masalasi alohida tartibda hal qilinadi. Agar pul vafotdan keyin tushgan bo'lsa, u ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Har ikki holatda ham shoshilib kartadan pul yechish to'g'ri yo'l emas. Taqiqlanadigan ikkinchi holat pensioner vafot etganini yashirish. Misol uchun, buvinggiz 20 iyul kuni vafot etdi. Oila a'zolari pensiyasi yana bir oy tushsin, keyin xabar beramiz deb o'yladi. Avgust oyida kartaga 1.200.000 so'm pensiya tushdi va bu pul ishlatildi. Keyin elektron tizim orqali vafot sanasi aniqlansa, pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qiladi. Agar summa katta bo'lsa yoki holat qasddan qilingan deb baholansa, huquqiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Taqiqlanadigan uchinchi holat. Vafot etgan odam nomidan imzo qo'yish, ariza topshirish, ishonchnoma ishlatish. Shuni alohida tushuning, inson vafot etganidan keyin uning ishonchnomasi ham amalda bo'lmaydi. Masalan, o'g'il onasining pensiyasini ishonchnoma orqali olib yurgan. Ona vafot etgandan keyin ham menda ishonchnoma bor deb pul olishga harakat qilsa, bu noto'g'ri. Ishonchnoma vafot bilan tugaydi. Birinchi navbatda. Uyida pensiya oladigan keksasi bor oilalar ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa, pensionerning bank kartasi farzandlar qo'lida bo'lsa, parolni ham bilsa, bu katta xavf. Tirik paytida pensionerning roziligi bilan yordam berish mumkin, lekin vafotdan keyin har qanday harakat to'xtashi kerak. Ikkinchi toifa, daf xarajatlarini pensionerning kartasidagi pul hisobidan qoplashni rejalashtirayotganlar. Men yaxshi tushunaman. Daf marosimi arzon emas. Kafan, qabriston ishlari, transport, hujjatlar, marosim xarajatlar, mehmon kutish hammasi pul talab qiladi. Lekin vafot etgan shaxsning kartasidan o'zboshimchalik bilan pul yechish keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. To'g'ri yo'l dafn puli, meros tartibi, bank va notarius orqali harakat qilish. Uchinchi toifa.
Pensioner nomida kredit bor, kommunal qarz bor, kartasida pul turibdi degan o'ylalar. Bunday vaziyatda yanada ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bankdagi mablag'lar, kredit majburiyatlari, merosxo'rlar huquqi, dafn xarajati bularning har biri alohida tartibga ega. Biror qarindosh o'zi bilgancha pulni olib qo'ysa, boshqa merosxo'rlar e'tiroz bildirishi mumkin. Agar pensioner tirik bo'lsa, pensiyasini o'zi olayotgan bo'lsa, kartasidan o'zi foydalanayotgan bo'lsa, hech qanday taqiq yo'q. Farzandlar ota-onasiga bankomatdan pul yechishda yordam bersa, lekin bu pensionerning roziligi bilan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar pensioner vafot etgandan keyin siz darhol o'lim haqidagi guvohnomani olgan bo'lsangiz, mahalla yoki tegishli idoralarga xabar bergan bo'lsangiz, dafn puliga qonuniy murojaat qilgan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Muammo yashirishda, kartadan yashirin pul yechishda va hujjatlarni kechiktirishda. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 2 yoshli pensioner o'yiga 1.500.000 so'm pensiya oladi. U 16 iyul kuni vafot etdi. 12 iyul kuni kartasiga oldingi davr uchun pensiya tushdi. O'g'li bu pulni dafn xarajatiga ishlatdi. Keyin boshqa farzandlar nega biz bilan kelishmadingiz deb e'tiroz bildirdi. Bu yerda muammo faqat davlat bilan emas, merosxo'rlar o'rtasida ham chiqadi. To'g'ri yo'l nima edi? Avvalo o'lim guvohnomasini olish, bankka murojaat qilish, kartadagi mablag' meros masalasiga kiradimi yoki ortiqcha to'lovni aniqlashtirish kerak edi. Ikkinchi misol. Samarqandda bir ayol onasining pensiyasini kartadan yechib yurgan. Onasi vafot etgandan keyin ham 2 oy davomida karta ishlatilgan. Har oy 1.100.000 so'mdan jami 2.200.000 so'm yechilgan. Elektron tizimda vafot sanasi ko'ringach, ortiqcha to'lov aniqlangan. Natijada pulni qaytarish talabi kelgan. Ayol men dafn uchun ishlatdim desa ham hujjatsiz va tartibsiz ishlatilgan pul oqlanmaydi. Dafn xarajati uchun alohida yordam bor. Lekin pensiyani yashirib olish bosh masala. Uchinchi misol. Qoraqalpog'istonda bir oilada bobo vafot etgan, kartasida 6.000 so'm qolgan. Nabirasi parolni bilgani uchun pulni yechib olgan. Summa kichik bo'lsa ham prinsip o'zgarmaydi. Vafot etgan shaxsning kartasidan ruxsatsiz foydalanish baribir noto'g'ri. Kichik summa bo'lgani uchun hech kim tekshirmaydi deb o'ylash xato. Hozir ko'p narsa elektron iz qoldiradi. Qaysi bankomatdan, qaysi vaqtda, qaysi karta orqali pul yechilgani ko'rinadi. Birinchi qoida. Vafot haqida rasmiy hujjat olinishi kerak. Odam vafot etganidan keyin shifokor yoki tegishli tibbiyot muassasasi o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani beradi. Shundan keyin FHDYO orqali o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Bu hujjat keyingi barcha ishlarning asosi hisoblanadi. Ikkinchi qoida, pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Vafot sanasidan keyin pensioner nomiga to'lov davom etmasligi kerak. Agar texnik sabab bilan pul tushib qolsa, bu avtomatik ravishda sizniki bo'lib qolmaydi. Uni ishlatishdan oldin pensiya jamg'armasi yoki bank bilan aniqlashtirish kerak. Uchinchi qoida, dafn puli alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Ko'pchilik eng katta xatoni shu yerda qiladi. Dafn puli borligini bilmasdim. Shuning uchun kartadagi pensiyani oldim deydi. Aslida dafn uchun yordam puli olish tartibi mavjud. Uni olish uchun odatda ariza, o'lim guvohnomasi, ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, bank rekvizitlari, ayrim hollarda qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Hududga qarab qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin, shuning uchun mahalla. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlashtirish zarur. 4-qoida. Qabristonda joy ajratish va dafn ishlari ham tartib asosida bo'ladi. O'zboshimchalik bilan joy egallash. Ruxsatsiz katta qurilish qilish, qabriston hududini kengaytirib olish, bir nechta joyni oldindan band qilib qo'yish kabi holatlarga qarshi nazorat kuchayadi. Dafn etish odatda mahalla. Qabriston mas'ullari va tegishli xizmatlar orqali kelishilgan holda amalga oshiriladi. Endi eng nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat pensioner vafotidan oldin kartaga tushgan pul. Masalan, pensiya 5 iyul kuni tushgan, pensioner 11 iyul kuni vafot etgan. Bu pul tiriklik davrida to'langan bo'lishi mumkin. Lekin baribir kartadan kim yechishi mumkinligi meros va bank tartibiga bog'liq. Agar pensioner o'zi yechib ishlatmagan bo'lsa, vafotdan keyin karta bilan muomala qilishda ehtiyot bo'lish kerak. Bankka murojaat qilib, meros tartibini so'rash eng xavfsiz yo'l. Ikkinchi nozik jihat, dafn xarajatini kim qilgan bo'lsa, u pulni qaytarib olishi mumkinmi? Amaliyotda dafnni bir farzand ko'taradi, boshqalar keyin yordam beradi.
Agar siz barcha xarajatlarni o'zingiz qilgan bo'lsangiz, chek, kvitansiya, shartnoma, transport xarajati, qabriston xizmati uchun to'lov hujjatlarini saqlang. Keyin meros masalasida yoki qarindoshlar bilan kelishuvda bu hujjatlar sizni himoya qiladi. Uchinchi nozik jihat, pensioner nomida bank omonati bo'lsa, kartadagi pul bilan omonat bir xil emas. Lekin ikkalasi ham bankdagi mablag' hisoblanadi. Vafotdan keyin bank odatda meros guvohnomasi asosida pul beradi, notariusga murojaat qilish kerak bo'ladi. Men farzandiman, demak darhol olaman degan fikr har doim ham ishlamaydi. To'rtinchi nozik jihat, pensioner yolg'iz yashagan bo'lsa, bunday holatda qo'shnilar yoki mahalla faollari birinchi bo'lib xabar topadi. Agar yaqin qarindosh bo'lmasa, mahalla, hokimlik yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar dafni tashkil qilishda ishtirok etishi mumkin. Lekin baribir hujjatlar rasmiylashtiriladi, vafot sanasi qayd etiladi, pensiya to'xtatiladi. 5-nozik jihat. Chet elda bo'lgan farzandlar. Masalan, ota O'zbekistonda vafot etdi. Farzandi Rossiyada yoki Turkiyada ishlayapti. U telefon orqali ukasiga kartani yechib dafn qil deydi. Bu ham xavfli. Chet eldagi farzand ishonchnoma meros bank tartibi bo'yicha keyin e'tiroz bildirishi mumkin. Shuning uchun barcha qarindoshlar bilan yozma kelishuv qilish, hech bo'lmaganda xabarlarni saqlash, pul harakatini hujjatlashtirish kerak. Dafn etishda faqat pensiya masalasi emas, qabriston tartibi ham muhim. Ayrim joylarda odamlar oldindan bir nechta qabr joyini ajratib qo'yishga harakat qiladi. Kimdir bu yer bizning oilaviy joyimiz deb katta hududni o'rab oladi. Kimdir ruxsatsiz beton, panjara, ayvon yoki boshqa qurilma qiladi. Yangi tartiblarning maqsadi shunday o'zboshimchaliklarni kamaytirish, qabristonlarda tartibni saqlash, sanitariya va yer hisobini nazorat qilishdir. Men tavsiya qilaman. Dafn qilishdan oldin mahalla raisi, qabriston mas'uli yoki tegishli tashkilot bilan aniq gaplashing. Qaysi joy ajratiladi, qanday tartibda qaziladi, qaysi hujjat kerak, qanday to'lov qonuniy, qanday to'lov noqonuniy, bularni oldindan so'rang. Og'zaki kelishuv bilan cheklanib qolmang. Agar to'lov qilsangiz, imkon qadar kvitansiya yoki tasdiqlovchi hujjat oling. Endi sizga aniq harakatlar tartibini aytaman. Agar oilangizda pensioner vafot etsa, birinchi navbatda tibbiy xodim chaqiring va o'lim holatini rasmiy qayd ettiring. Tibbiy ma'lumotni olmasiz keyingi hujjatlar qiyinlashadi. Ikkinchi qadam. Fadya orqali o'lim haqidagi guvohnomani oling. Bu hujjat pensiya, bank dafn puli, meros va boshqa barcha masalalarda kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, pensionerning bank kartasini ishlatmang. Pin kod bilsangiz ham, karta qo'lingizda bo'lsa ham, pul kerak bo'lsa ham, avval maslahat oling. Bankka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kartada pul bor, uni olsam bo'ladimi deb yozma yoki rasmiy tarzda aniqlashtiring. 4-qadam. Dafn puli uchun murojaat qiling. Buning uchun odatda ariza beruvchining ID kartasi yoki pasporti, vafot etgan shaxsning o'lim guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, ba'zan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Murojaatni Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla yoki tegishli elektron xizmatlar orqali qilish mumkin. Hududingizdagi tartibni albatta aniqlang. 5-qadam, barcha xarajatlarni yozib boring. Masalan, kafan uchun 300 ming so'm, transport uchun 500 ming so'm, qabriston xizmati uchun 700 ming so'm, hujjatlar uchun boshqa xarajatlar bo'ldi. Bularni daftar yoki telefonda qayd qiling, chek bo'lsa saqlang. Keyin qarindoshlar orasida tushunmovchilik chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam, meros masalasini kechiktirmang. Agar vafot etgan pensionerning uy-joyi omonati kartadagi puli, avtomobil yoki boshqa mol-mulki bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Meros odatda belgilangan muddatlarda rasmiylashtiriladi. Keyin qilamiz deb yillab yurish keyin hujjatni murakkablashtiradi. 7-qadam, qarindoshlar bilan ochiq gaplashing. Dafn kuni odamning boshi qotadi, hamma shoshadi, lekin pul masalasi keyin og'riqli bo'ladi. Kim qancha berdi, kim xarajat qildi, kartadagi pulga tegildimi yoki yo'qmi, bularni yashirmang. Ochiqlik oilani janjaldan saqlaydi. Birinchi xato, dafn uchun bo'lsa, hammasi mumkin deb o'ylash. Yo'q, dafn uchun ham qonuniy yo'l bor. Siz niyatingiz yaxshi bo'lgani bilan tartibni buzsangiz, keyin muammoga duch kelasiz. Ikkinchi xato, vafot sanasini kech rasmiylashtirish. Ba'zi oilalar hujjatni 1-2 kun emas, hatto haftalab cho'zadi. Bu pensiya, bank, meros va qabriston masalalarida chalkashlik keltirib chiqaradi. 3-xato, kartani qarindoshlar o'rtasida umumiy pul deb hisoblash.
Pensionerning kartasi umumiy kassa emas. Tirikligida ham bu uning shaxsiy mablag'i, vafotidan keyin esa meros va qonuniy tartib masalasi. 4-xato. Bank va pensiya jamg'armasiga bormasdan qo'shni yoki tanish gapiga ishonish, biz ham shunday qilganmiz, hech narsa bo'lmagan degan gap sizni himoya qilmaydi. Har bir holat alohida baholanadi. Elektron nazorat esa yildan yilga kuchaymoqda. 5-xato dafn joyi bo'yicha ruxsatsiz harakat qilish. Qabristonda joy egallash, o'zboshimcha qurilish qilish. Boshqa qabrlar chegarasiga kirishish keyin katta mojaro keltirib chiqarishi mumkin. Bunda ishlarni faqat mas'ullar bilan kelishib qiling. Men sizga shuni maslahat beraman. Agar uyingizda pensioner bo'lsa, hozirdan hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank kartasi qaysi bankdan, telefon raqami kimning nomida, karta parolini kim biladi? Bularni mas'uliyat bilan ko'rib chiqing. Bu noqulay mavzu bo'lishi mumkin, lekin hayotda kerak bo'ladi. Pensionerning o'zi ham farzandlariga aniq aytib qo'ygani yaxshi. Bank kartam qayerda, omonatim bormi, qarzim bormi, qaysi hujjatlar qayerda turibdi? Bu gaplar yomonlik chaqirish emas, aksincha oilani keyingi sarsonlikdan saqlashdir. Agar vafot holati yuz bersa, 3 ta narsani esdan chiqarmang. Hujjatni rasmiylashtiring. Kartaga tegmang. Dafn puli va meros bo'yicha qonuniy yo'lni tanlang. Mana shu 3 ta qoida sizni ko'p muammolardan asraydi. Demak, 15 yildan kuchayadigan tartiblarning asosiy mazmuni shuki, vafot etgan pensioner nomidan pensiya olish, bank kartasidan pul yechish, o'lim holatini yashirish, qabristonda o'zboshimchalik qilish mumkin emas. Tirik pensionerlar uchun esa oddiy pensiya olish huquqi saqlanadi, vahimaga o'rin yo'q. Muhimi, hamma ishni hujjat bilan, qonuniy va ochiq qilish kerak. Sizning oilangizda shunday vaziyat bo'lganmi? Dam puli olishda, bank kartasi yoki pensiya to'lovini to'xtatishda qiyinchilikka duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilish bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.